Botir. Assalomu alaykum Abduxoliq aka. Va alaykum assalom. Kir uyga. Yo'q. Kir uyga. Xo'p. Eshik yo'q. Anaqa bir mana necha yildan beri qo'lingizda ishlayman, bilasiz. Hech kimga haqqiga xiyonat qilmaganman. Non tuzingiz yeganman. 2 kun oldin Murat o'rtog'im meni o'tirib qoldi. Ko'pchilikni oldida o'g'riga chiqarib meni izza qildi. Agar 300 dollar yo'qolgan pulni olib kelmasang, men seni rasmiy bilan o'g'ri deb chiqarib internetga chiqarib yuboraman deb shu pulni olib keldim. Hamma shu pulni berib qo'ying. Bergan non tuzinglarga rozi bo'linglar iltimos. Sog' bo'ling. Botir. Anaqa lekin yomon tilim og'ridi. Botir. Qo'ysangchi o'rtoq, xos keldim uyga. Ertaga gaplasharmiz. Murat, menga qarab yor. Assalomu alaykum. Botir keluvdi. Anaqa ada bolni ko'rishgan ekan, kassadan pul olganini. O'shanga anaqa Ey, ko'zing bilan ko'rdingmi? ada ko'pchilikdan eshitdim. Doniya ham aytuvdi. Unda meni ikkita qulog'ing bilan eshit, qo'lingni sindir, oyog'ingni sindir, boshingni tosh bilan urib yor. Lekin ko'ngil sindirma. Ko'ngil Allohniki. Ko'ngil sindirgan odamni bilsang, tahorati ham turmas ekan. Bilmasang, bilib qo'y o'g'lim. Bu 5 kunlik dunyoda birovni ko'nglini sindirishmas, ko'ngillarni ovlash kerak. Xo'p bo'ladi adajon. Mana pulni olgin-de, Botirni topib, uzringni so'rab, ertaga ertalab ishda bo'lsin. Tushundingmi meni?